O'ylang, bir mahallangizda bir odam bor edi yoki billa katta bo'lgan o'rtog'ingiz bor edi. Billa yashadingiz, bir kun kelib prezident bo'ldi. Mamlakatingizning prezidenti bo'ldi. Keyin rosa mansabda cho'qqisida turgan paytda bir intervyusida sizni esladi. Men maktabda o'qigan paytimda falonchi o'rtog'im bo'lardi. Shu mana fandan menga yordam berardi desa, bilasizmi qanday baxtli his qilasiz o'zingizni? Chunki sizni kim zikr qildi? Kim esladi sizni? Prezident. Endi Alloh sizni zikr qilsa, bilasizmi nima bu siz uchun? Bu sakinat, osudalik, barakot, saodat. Agar banda meni o'zini nafsida zikr qilsa, men o'zimni nafsimda zikr qilaman. Agar meni o'sha bandam bir majlisda, maloda, bir jamoat ichida zikr qilsa, men u bandamni ularning majlisidan ko'ra yaxshiroq bo'lgan majlisda zikr qilaman. Alloh sizni zikr qilsa, birodar, bilasizmi sizga nima bor? Rahmat, qo'llashi, inoyati, panohi degani.